Salom do'stlar, sizlar bilan men Zeko. Bugungi videorolikda men 15 kun yashab qolaman. Mana shu joylarda 15 kun yashab qolaman. Qani bo'lsa videoni boshladik. Birinchi bo'lib men daraxt chopishga o'tib oldim. Maytda g'orlar ko'paygan g'orlarga tushish qilamiz. Birinchi bo'lib daraxt oliga ketyapman. Maytda KFC ham bor ekan. Bas mana shu joylarga o'rnashaman, uzoqqa ketmayman. Daraxt bachayman. Daraxt. Shu qora daraxtni urug'idan olishim kerak. To'rttali eksam baland bo'ladi. Endi toshli narsalarga o'tishga tayyorman. Umuman toshli narsalar bor. Tosh bor to'g'ri. Do'stlar, Telegram kanalimga o'tishda maslahat beraman. Chunki u yerda turli xil zo'r modlar tashlab qo'yaman. Minecraft o'zbek tili modi ko'p. Masalan, haqiqiy Minecraftda mana bunaqa modam bor. Shahar o'ynaydi. Bunday tagini parchalasanglar, hammasi bunday tushadi-yu, anaqa modni ham tashlab qo'yaman. Kirkada ham xuddi shunaqa. Kirkani ham bunday parchalasanglar, ko'mirni parchalasanglar, hammasi tushadi. Bas shunaqa gaplar. Mana shu yerga chiqib olsam bo'ldi. Endi versiya yasayman. Verstak. Keyin kirka. Keyin manual parchalayman. 3 ta parchaladim. Endi tosh kirka. Keyin tosh qaziyman. Juda ham ko'p tosh. Jago'r endi yuqoridan keyin sekin qazib olaman toshni. Bir g'orlarga tushib kelishim kerak. Endi bittadan qilich, tapor bo'ldi. Endi qo'nayotgan g'or ko'rdingmi hozir? Mana shu g'orga borib kelaman. Tezroq. O tepalarda ham g'orlar bor ekan mana. Ko'p g'orlar bor ekan, shu g'orlarga tushib kelishim kerak. Hozir yo'g'orim qaytdik. Mana. Fakir yasash kerak edi. Ko'mir bormi ekan? Bor ekan ko'mir, bor ekan. Qazib olsam. Endi chiroq. Endi hop, yaxshi. Lava bor. Temir ham bor ekan. Temirni ham olaman. Siz hozir momo qaldirasiz. Birinchi kun ham bo'lgani yo'q. Chiqish tepadagi, tepadan o'zi chiqish. Temir. Temir ham yo'q. Uy, yer ko'rinyapti pastda. Temirni ustiga qo'yibman.
temirimizni chiqish qilgan bu g'orda. Adashib ham qolaman. Yo'q, temiram. Men endi ko'plab temir olaman. Ko'mir olaman. Yo'qirish kerak hali. Hali birinchi kun o'tgan. Qo'y topib kelishim kerak. Men tepaga chiqib, tepaga ketdim. Tepaga yo'l bormi? Bormi? Qadam yeganimni esimdan chiqarib qo'ydim. Momaqaldiroq chaqayapti yomon bizda. Eshityapsizlar ham bilmayman, lekin chaqayapti. Kim momaqaldiroqdan qo'rqadi? Yozib ketsin. Men masalan qo'rqaman, juda qattiq. Men qo'rqadigan narsa momaqaldiroq shekilli qo'rqadigan narsa. Sira menda momaqaldiroq. Qo'rqasizlar ham qo'rqmaysizlar ham yozib ketinglar. Wow. Men cho'chqa go'shtini yemayman. Qo'y bor ekan. Mana da qo'y. Endi tepaga chiqib ketamiz, g'orga. O'zi g'ormi bet? G'ormas ekan, adashib. Yo'q. Plus karotchiga ketdik bu yerda. Mumkin ketamiz. Momaqaldiroqni chaqishini Anmayroqam joy chiqmayapti. Nechta temirim bor? 12 ta. Qorni ochdi. Bu degani KFC yeymiz. Mana KFC. Mana g'ormikin, g'orga o'xshayapti. G'ormas. Qorong'u ham tushyapti hali mendan. Normalroq hujum. Aybga buyurmaysizlar, telefon bo'lib qoldi. Ertong yorug' qilib oldim men. Bilardim yorug'. Xulos telefon bo'lib qoldi menga. Aytdimmi? Yorug' qilib oldim, kerak qildim. Men balo yemaganim yo'q. Ikkinchi kun boshlandi mana. 15 kunda ikkinchi kun. Qayerga joylasam? Joylashgan tepaga chiqib berajak. Mana shu yerga joylashaman. Makami, pastgami joylashaman.
Masjid yaxshiga. Yo'q, pas yaxshi. Mana Makka joylasham. Mana bu yerga. Endi men hozir nima qilsam? Tapatiya savol aytadi sizga. Qayerdan qo'masam tepadan olaman. Aytdim. Shoha bilan yaqinda dushanba kuni ham qo'yaman. 25-may. Bu dushanbaga to'g'ri kelyapti. Bayram. Sizlar nechinchi yilsizlar yozib qoldiringlar. 2011mi? Men shaxsan masalan 2000 maqoldirog'i chaqishini. Cho'chib ketyapti odamlar. Rasmiy 2000-yilman. Telegram kanalimga aytaman nechinchi yilligimni. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Rasmiy uy qurishni boshladim. Makka bitta. Shuna qilib qurib ketaveraman. Kattaligi mashincha bo'laman. 1 2 3 4. Bu yoqqa Makka hal ikkinchi qavatini quraman. Maqa qurib turaveraman mashincha. 1 2 3 4. 1 2 3 4.